misolni hikoyat qiladilar. Bani Isroil vakasida bir odam, bir boy o'zining mol dunyo, doji dunyo, oltin, kumush, qo'y, gola hamma narsasi bor bo'lib, faqat u kishining marozxo'ri yo'q. Ya ayoli ya o'z tarafidan bir marozxo'r yo'q. Faqat o'zida yolg'iz dunyoni qo'yib qolgan bu boy kishilar eg'irlashib, doktor gelimizni o'tgan ham amalimiz yo'q. Siz tugabsam da oxirgi umringiz yaxshi narsani yebilim deblar buni yo'q deb. Sağandikin boy oxirgi minutlarda so'qqan yuraklar bilan shunda bir narsa umid qilib ekanki, odam qabrga kirgandan keyin shu tunji kuni bir kecha kunduz g'arib bo'ladi deb anglagan ekan. Kishilarning o'zining gapi, hozir jamiyatda shu gaplar bor. Allah subhanahu va taolo bilan bu dunyoda o'zining qalbini yaqin qilib, Robbil alamindan qo'rqib, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lib o'lgan odamni qabri qarshi oladi. U hargiz g'arib bo'lmaydi. Agar u odam dunyoni do'st tutib, qabrini oxiratni unutgan bo'lsa, o'zi tunimgan bir mamlakatga borgan o'xshan, uning obro'yi, mol-mulki, huquqi, kiyim-kechaklari, mashinasi hammasi shu dunyoda go'rning tubida qilib qoladi. Amroq bolalari qilib qoladi, xotinlari qilib qoladi, aylari qilib qoladi, hamma narsa shu qilib qoladi. U odam qilgan jinoyatlari bilan qabrga kirdi. U vaqtda u odamni dunyoning g'arbatchisiga shu yerda tutdi. Agar u odam shu qabrining qo'rqinchisi uchun bu dunyoda g'am yeb yashagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u kishini g'arib qilmaydi. U yerda xotirjam bo'ling. Heliqi boy nima debdi? Shu bir kecha kunduz g'aribligimga hamrohlab bir kecha mening qabrimda gurimda yed. Mana hamroh bo'lgan kishiga butun mol-mulkim, dunyolarimni miros qoldirdim deb e'lon chiqardi. Shahar-shaharga. Hamma odam bu e'lonni ko'rib, bir tarafdan qiziqqani bilan uning qo'rqinchisi bak yomon ekanda. Ya Alloh, bir kecha shu boyning dunyorini deb qabrda o'likni qishda yana bir kecha turish nima degan mushaqqata, odam o'lib ketar ekan u deb qo'rqib ketganing dastidan hamma odam bu e'lonni ko'rib, ammo qabrda bir kecha yetishni o'ylaganda u dunyodan voz kechibdi. Ammo bir hudumchi charog'amchini ko'tarib jon boqadigan bir hammol bor ekan. Heliqi hammol buni ko'rib, ya Alloh, umrimda ne dunyo, bolajaqa, uy, bisot, hech narsam yo'q, bir chor og'amchini ko'tarib jon boqib ketdimi? Men shunda o'ylardimki, Xudoy meni bu boshqa o'xshash boy qilgan bo'lsa, deb. Shunda o'ylardimki, men bu o'xshash bir boy bo'lgan bo'lsam deb o'ylardim. Men Alloh subhanahu va taolodan qo'rqaman. Qolgan hech narsadan qo'rqmayman. To'g'ri? Bu yerdan bir gap chiqib o'tadi. Hamma haqiqiy iymoni aka pishgan mana. Mana bir tushunib qo'yaylikchi. Agar Alloh taolodan qo'rqqan odam qolgan hech narsadan qo'rqmaydi. Haq subhanahu va taolo Qur'on karimida fala takhshawhum wakhshawni. Mendan qo'rqinglar, qolgan hech narsadan qo'rqmanglar deb bizga xitob qildi. Ammo biz hamma narsadan qo'rqish natijasida iymonimiz, ixlosimiz, erkinligimiz hamma narsa qo'ldan ketdi. Qo'rqish bir ishdan qochsangiz sizni bir kasga ishni qo'g'lab o'chakka olib beradi. Agar taza olib bir oldiga yugursangiz sizdan necha 10 qadam yiroqqa qochadi. Qo'rqish sizni shu darajaga tushib qo'ydi. Qo'rqmaslik sizni erkinlikka erishtirdi. Aksincha hammal o'likdan hargiz qo'rqmabdi. Ya Alloh, men ne qorong'u, ne mazo, ne do'ng'oq suyak, ne yolg'iz daraxt, yo yaloq, yo adam, yo jin, yo o'lik hech narsa qo'rqmayman men. Gördüğün işte fakat Rabbil aleminden başka hiç kimden korkmayım ben. Oldu bir küçük yetipla şu bayının bütün mal dünyayla ilgi olaydı. Dep oyla. Ha? İlanını yırtıp bayının aldığı kep. Esselamu aleyküm bay. Ve aleyküm esselam. Sizden bu şey ilan bunu ilanınızı gördüm.
Bu ilanda şundan bir yazıpski bütün mal dünyalarımızda kabrimizde bir kecha umr bo'lgan odamga miras qoldirishni tashabbus qilibsiz. Men sizning qabringizda bir kecha kunduz qo'nib bütün mal dunyoingizga mirosxo'r bo'lmoqchi debdi. Boy xushalligidan kishilarni yig'ib hammasini to'plab akilib e'lon chiqaribdi. Hammasini jamoat ichida bir buni bir hujjat to'xtatdi. Mana agar rosti bilan hammanglar guvoh bo'linglarki, mening qabrimda mushu hammal bir kecha hamroh bo'lib bersa, bütün mal dünya neçə min qo'y, kala, dachi, oltin, kumush, pinaq, bütün narsalarim hammasi mushu hammalga tava bo'lsin. Deb qo'l besishib, hujjatlashib, guvohchilar bir bosh hujjatni to'xtatdi. Andan keyin bu boy bir kuni kisli yig'ilishib, dunyodan ko'z yumdi. Kishilar buni hammalni olib kelib, mana boy tugandan keyin mushu hujjat qilmoqchi bo'lishib, boyni hammalni har ishkilisini dafn qilibdi. Qabrga kirgandan keyin boyning o'ligini jasadini sukiga hammalni paltukka qo'yibdi. İkisini bir yerga qo'yibdi. Hammal oldin tayyorgarlik ko'rib, bir kun och tilib, ro'z tutib, tahoratni olib, kiyimlarini kiyib qabrga hozirlanibdi. Shuning bilan boyni sukiga hammalni paltukda o'tag'izib, boyni sukiga yotqizib, hammalning nafasini uchun bir yichoq qo'yib, ikkisini dafn qilibdi. Dafn qilib, yatib deb tashlangandan keyin qabrga bir ovoz anglanibdi. "Men Robbuk." Bu ovozni hammal ham anglabdi. Birdamdan keyin bu ikki malaika ekan, birisi bu qabrga ikki odamni qo'yibdi-ku. Birisi turib, bularning birisi o'likkan, birisi tirikkan. Avval qaysi so'roq qilamiz? Degandan keyin yana bir malaikaning chiqqan ovoz. O'lik qo'limizga tushdi. Har qanday o'lik qo'limizga tushdi. O qechib qutulish mumkin emas. Ming yil Xudoyo meni chiqargan dunyoga men hamda mal dunyolarni sadaqat qilib, senga bir sajda qilib, sendan boshqa ilohni tanimayman deb yig'lab 100 ming yil yig'lasimi, onunga dunyoga qaytish fursati faqat bir qitimmi yo'q. Ketdi, endi o bizning qo'limizga tushdi. Lekin ma tirik odamning yedigan rizqi olsa chiqib ketishi mumkin. Avval buni so'roq qilaylik. Debla hammalga o'tibdi. "Ey hammal, men Robbim. O Rabbim Allah dinim İslam imanı Kur'an kerimede la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah." Mana birinchi savolga al Rabbim Allah deb javob to'g'ri. Javobim to'g'ri. Mana sen Rabbim Allah degan to'g'ri javobni berding. Sen Allohning bandasi ekansan. "Va ma diniga, o dinim İslam, men İslam dindan boshqa dinda emasman" deb javob berdi. "Ma taqulu fi hada rajul?" Sening payg'ambaring kim deb sen bu kishini tanimsan deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning suratini ko'rsatgandan keyin bu kishining o'zi "Ha" deb unga javob berdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam dediki, payg'ambarim ben uning ummati deb javob berdi. To'g'ri, hammadan yaxshi javob berding, to'g'ri o'tding, yaxshi kishi ekansan. Sen alhamdulillah musulmon ekansan. Namoz o'qidingmi? "O, men namoz o'qidim, namozni qazo qilib bakman, bir vaqt bizga o'xshagan namozni vaqt kelgan yo'qni o'tkazib o'tab, topsi o'tab, topmisi o'tmagan emaskan, namozni ana damam muhofazat qilgan kishi ekan. Namozimni bir vaqt kechiktirib bakman, zayo qilib bakman, qazo qilib bakman. Hatto nafl namozlarim bor mening" deb javob berdi. To'g'ri. Namozim to'g'ri chiqdi. Namozni yaxshi o'qisa. Ramazon tutdingmi? "Elhamdülillah men Ramazan'ı to'liq tutganman. Hatta mening har oyda mening nafl ro'zalarim bor mening" debdi. Qarasa, nomi amal yaxshi chiqdi. To'g'ri. Sen ham to'g'ri qilsan. O'sha zakat berdingmi? O'sha zakat bergishlik mal dunyorim yo'q. Hech narsam yo'q. Mening mal dunyo o'yibsat hech narsam yo'q. Mening o'sha bergishlik narsa kerakam yo'q. To'g'ri. Bo'lmagandan keyin o'sha zakat kelmaydi. Endi dunyodan ochimiz. Dunyoning ochimiz. Yo'q, mening bor yo'q, dunyorim yo'q, faqat bir tal chag'am jamli bor. Hech narsam yo'q, bir tal chag'am jam bor. Chag'amchini nereden alding? Nereden topding? Pulni necha pulga olgan? Chag'am pulning hisobini so'zla. Teki chag'amchini 3 yil ishlatganning hisobini kim boshlaymiz? Da?
çar ağamçını setip algan pulning hisobini echibdi. Shuning bilan bir kechida çar ağamçını algan pulning nadin topganning hisobini chiqarolmasdan surbesib, tatirib, terlab ming bir tas shuncha jafo ketganki, u hammal oqirib, sag'irib, qardab, tatirib, terib, buni chochlari hamma oqirib ketdi. Şu an siz bunu silik kavr o'tgan kishilar qavrindalab qo'y hammalni ichib o'taylik shu. Hamda hammal hayot qolgan bo'lsa hammalni ichib bitdi deb qavrdan chiqib boshladi. Malaika turib bu hammalning baribir rizqi yeydigan rizqi bor-da. Bo'ldi, chaqamchi masalasi mishal to'qsin. Yine baribir yeydigan rizqini yeb qo'ygandan keyin yana bu oldimizga keladi. Kelgandan keyin hisob kitobni shu vaqtda boshlaylik. Endi boyga o'tib ketdilar. Endi buni yeydigan rizq baribir bu din o'lib baribir oldimizga keladi. Kelgandan keyin hisob kitobni shu vaqtda boshlaylik. Deb malaikaning ovozini xoli qilibdi-da, qabrning kishilar hammalni yechib, "Voy hammal" deb qarasa, u tunugunga hammal emas, qirib, maqchi buni soqollari, chochlari baqirib ketgan bir qeri hammal qabrdan chiqibdi. Ya Allah, nim bo'lgan bu hammalga? Baribir nim bo'lsa bo'lmamdi, hammal beyib ketdi emasmi? Hammamizni qalbiga mol dunyolik kirib olgandan keyin qabrda kishilar esida yo'q. Xo'sh, hammal boyning dunyoga marhamat beyib ketdingiz. Sizning necha odam, necha 10 yil, necha 100 yil ishlab ega bo'lmaydigan dunyoga bir kechida amra sizning ega bo'lganligingizni biz tabriklaymiz deyishib, xuddi hammasi boyning dunyoga marhamat qildi. Kichdagi dunyoning hisob kitobidan tasda o'tgan bichora hammal, Xudo, bu dunyoning hisobini boy necha 100 ming yilda bir akina, uni qandoq bilib bo'rakina? Men bir chog'am necha qo'y necha mo'channing hisobini bir kishida bilib bo'lolmasam, tag'i ishlatganning hisobi kamigan tursam, shu dunyoni qulamga olsam, hisobi va dunyoga yaqin kelib, umrimda bu dunyodagi dunyoning qo'lib o'tib ketsam, oxiratda buning hisobiga duch kelib, namratlar dunyo yo'q hisobsiz amalning hisobini tutib jannatga kirib kelsa, dunyoni nerdan topdim, nimaga sarf qildim degan hisob ustida qolsa, nim bularken men şu dünyanın nemi dep dost tutadım. Bo'ldi, ay xaloyiq, boyning dunyoning menga lazimiz yo'q. Hisob va dunyo ekan. Men bir kishida shu hisobni o'tamasdan qiynalib choch soqollarim oqirib ketdi. Mush bir chog'am kamni olgan pulning hisobini bir kishida chiqarammidim? Onun birini chiqarammidim? 3 yil hisobini ishlatganning hisobini necha 100 yilda bir men uni bilib bo'lolmadim. Bu dünya hisob va dunyo ekan. Men shu har qanday bo'lsa Xudoy mening umrim borkan qabrdan chiqish fursati menga keldi. Men qabrga kirishdan burun mushu chog'amchamni Xudoning yo'lida oldigan bo'lsa ol. Men qanisin chog'amchamni Xudoning yo'lida berib o'tgan deb hisobni o'tib ketayman. Mush chog'amchamni Xudoning yo'lida yolqan muhtoj bo'lsa berib ol. Dunyoda kim bo'lsa shu olsin. Men Xudoning ibodati do'st tutadigan, qabrimga men bilan birga ketadigan, ibodatim uchun yaralgan men, ibodatimni bir qilib olay. Bu dünyani kim dost tutsun? O dünya, mushunda dünya ekan, men endi bo'ldi. Men mushu chog'amjamni Xudoning yo'lida sadiqat qildim deb jamoatning oldida qo'yib, u yerdan cho'l jazirga ibodatni pinhon, xolis obidlik ibodat uchun dunyodan tarki dunyo olib ketib qoldi. Mayli bu bir hikoyat bo'lsin, mayli bu bir o'tgan voqea bo'lsin, biz baribir shu hisob kitobga iymon keltirganmiz. Shu hisob kitobimiz uchun tug'ilganmiz, hisob kitobimizning natijasini ishlaymiz, hisob kitobimiz uchun o'lamiz. Shaqiq ibn Ibrohim bir so'zni aytadilar. Kishilar dunyoda shunday bir so'zni qilishadi. Men kishilarning 4 so'ziga ishonmayman. Qolgan so'zi rost. Ammo 4 xil kipi yolg'on bular. Birinchi kipi biz bandimiz, biz qulbiz deyishidi-yu, ammo u pul tepib yalgalab, huquqni qo'lga olib, xo'jayin mo'ban bo'lish qo'ydi. Uning bandimiz, qulbiz degani yolg'on. Ey igilimang dunyoni, Allohning dunyosi. Ey igilimang, ziminni Allohning zimini bu. Sizning yivog'ingiz, sizning hisobini bilasiz. Qog'ini
Allah'ın. Hem madem dünyaya mehman. İbrahim Aleyhisselam diyen bir kişi bir padişahın ordusu girdi. Girip padişah mehman kıldı ki keşke kayıtlasız hem de. Hoş. Evliyanı uzup koyular. Yok. Ben bu şeyde yatamam. O yatmayısınız. Kedim. Ya ben yatıyorum şeyler. Neymiş ki sen yatmayız dedim yatmayız. Sizin de bu orada. Heminim. Siz geliştin kere kimden koldu dedi. Dadamdan koldu dedi. Dadınızdan ilgili çoğdu. Çoğun dadamdan koldu. Kale çoğun dadınız. Ketken. Nerede? Ölüp ketken. Dadınız çok. Ölüp ketken. Bana. Çoğun dadınız hem mihman. Kelgen. Ketken. Dadınız hem mihman. Kelgen. Ketken. Siz hem mihman. Kipsiz. Kitsiz. Ben hem mihman. Ben bu kitime. Ama bu hemimiz mehman bolan bu dünyada çoğun dadınız siz ömürlük tuzken ben bir kez yasam nim bularken toqtan ben bir kez yetip bakay deganligin meni qoyil qildi bu odam darhol jayraslanma deb o'rniga o'rin sepirib shu bir kez o'rni yetib chiqib ketdi. Bu dünya hamma odam kelib ketadigan imtihon maydoni bu. Sizning uyingiz emas. Sizning uyingiz bu imtihon maydoni. Necha odam kelib ketgan ya uyingiz on. İblismi secde qilmagan yaqamagan zemin bu. Yer yüzde İlgilenmeyen hem madem muşyanın minden ötmeyse de gayri silip medrese ağzı bir kapam topu çıkıyor yatıdı. Kollarını gözünü middirtamay, benim yatsını middirtamay. Hiç ne bileyim olam, cennet bilgi olam. Senin vücudunda akan bir tamçı kan nasıl kadar sıkıntı cema. Hepsi Allah'ın. Kainat Allah'ın memleketi. Sen yivatkan rızkla Allah tarafından seni gibi belirgen maaş. Sen Allah'ın bendesi. Sen hesap veresin. Unutma. İkinci bir gibi rızkımızı Hudaym bir ehdiga Allah ba deydiyor. Omuz Kur'an-ı Kerim'de وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا hem mahluk özünün rızkını götürüp alamaydı. Fakat Rabbil Alemin hem mahlukatını öz yaratkan rızk veriş vazifesini öz üstüge algan deb tercih kılışkan şu ayet. Mana rızkımızda Allah beridi deydiyor. Bir yer iki yer yetişlek aşkı öge yülakka. Üzü ülep kalsın, balları yetişlek, öyle sevk kap, dağıt, aç, kusak, aç, küz, aç, doymay, nan, aç, pul der, rızkının kuyda. Hey, Hudayım jigil rızk kılan, rızkın nisp kılan mı o yanındakine, kulağındakine? Ağzındaki kimler? Kulağındaki kimler? Ağzındaki de güman var. Bazı kişiler, ağzındaki nesini üşütmeyi durup ülüdü. Bazı kişiler, ağzına sürüyasın sürüyasın, temizliğin ağzını yenip çıkıdı sürüyasın sürüyasın. Mana kalın hukum tutuğa baktı. Senin emine senin emas, ver Allah. Şu rızkını Hudayım beridi deydiyor. Lekin rızkının kuyu da telişleri rızkını Hudayım beridi diyen gibi yalgan mı ki? Yine üçüncü bir gibi. Bu dünya fani, ahiret baki. Muşu fani dünya için dünyada kılmagan işleri kalmagan adamlar özünün baki alim için neme işlerini kılmadıdır. Kabirge yalıngaç, yalğız gidadigan yerge hiç nersiz gitip barıdiyor. Şu gidadiganını görüdiyor. Lekin bu kaladigan dünya için şunçalik aqida bağlaydı ki o bu dünyanı baki, ahiret fani degan bo'lishi kerak. To'rtinchi bir yig'iz so'zi. Aytdi bular o'limni haq deb. Ölüm ise de yok. Bu ölüm degan insanın tutuş buyruğu o insan ne? Rabbil Alemin onu tutadigan buyruq. O Azrail Aleyhisselam girip işingizni bir qapqandan keyin siz bu dunyodan tepilmaysiz. Yo'q siz. Bugun battan quyosh erta chiqqani bilan bugun qabrga patgan bosh erta sargiz chiqmaydi. Ammo turmuq ketgan odamlar chiqadi. Qo'lg'inib ketgan odamlar chiqadi. Bir yerga yetib ketgan odamlar keladi. Ammo Allah tutgan odam qaytmaydi. Mana o'yla. Bir odamni shunday bir o'lim olim ulama bir misol qoladiki, tutush buyrug'i chiqarilgan ekan, o odamning tutush buyrug'i chiqarilgandan keyin ko'zidan uyqu qochib, geldan tom o'tmay, uning o'zining omroq xotin bolalarining gaplari quloqqa kirmasdan surbesib qo'rqib, o'zi hatto oilasini, xotin bolalarini otarasi tark etib, yiroq joylarga, hatto yarasli gamilarga kirib ketishga rozi bo'ladiki, u qo'lga tushib qolishni xohlamaydi.
Lekin o qo'lga tushib qolgandan keyin jinoyatini o'zi iqror qilib, qo'l besib, iqror qilmasa, u jinoyatdan qutlay oladi. Ammo qutlolmasa, yo jariman to'la, yo muddatsiz yata, yo muddatli yata, u yo tangi bir azob berar. Cho'g'mi? Ammo u tush buyrug'i chiqargan odam o'lib qutlay oladi. Agar jinoyatini chinib qolsa, chanmay qolsa tenib qutlay oladi. Lekin insonning gunohlarini Alloh taolo ko'rib turgan. Gunohlarini Robbil alamin ko'rib turgan. Yeningda ikki malaika uni kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. İki malaika buna. Seni Allah saqlag'uvchi malaika, amalingni yozib xotirlaydigan malaika, seni bu hurmatlik nazoratchi qatnashgan yanada qo'ydi. Tuturlanib puyda Ozar verip sat gaplarning hammasini deb, sat bad qilibning hammasi ikki malaikaning oldida qildi. Ikki malaika yeningda bor, seni guvochim. Uni sizning amalingni xotirladi. Alloh taolo sizning amalingni ko'rib turdi. Endi o'lim tutish buyrug'i seni mushu dunyoda qilgan etganlaringdan hisob beradigan uchiq sotqa 50 ming yil 50,000 sana degan 50 ming yillik uchiq sot maydoniga oxiratga seni elib ketish uchun keladigan o'lim hammangning beshti qarab turibdi. O'limdan kim qochib qutlay olgan? Olimmi, zolimmi, boymi, gadaymi, boykan bu deb yuz avaylamaydi. Bu cho'ng katta kishikan, bu zolimkan bu deb undan qo'rqmaydi. Ojiz, zaif, bechora kunning serg'ini ko'mgan bechorakan bu deb unga ish chaqirtmaydi. Bu bir narsa ekan, kunni ko'rib olsin demaydi. Kim bo'lsin keladi, valau kuntum fi burujin mushayyada. O'lim nari bo'lsin insonni topidi, kullu nafsin za'iqatul maut. Hammasi o'limdan ta'min etadi. Shuning bilan Robbining oldiga keladigan shu o'limni haq deb bilgan bo'lsaydi, o'lim esida turgan odam jinoyat qilmasdi. Oxiratni esda tutib, bu dunyodagi ishning hammasini o'z oxiratiga bog'lagan bo'lardi. Chunki buning o'lim haq degan so'zi yolg'on deyilgan. Mana Shaqiq ibn Ibrohim to'rt so'z bilan xulosaladiki, bandiman degan kishining bandaligi rasul bo'lsa, lo'ban xo'jayin bo'lishini da'vo qilmay, Rabbini rozi qilishni qo'ydi bo'lardi. Bu dunyo fani, oxirat boqiy degan bo'lsa, bir rasul bo'lsa, bu fani dunyodan abadiy boqiy dunyosi uchun yaxshi amalni ko'p qilib olar edi. Agar bu odam rizqimni Xudoyim berdi degan gibi rasul bo'lsa, rizqning qo'ydi buni juzab haddini ishib ketmas, rizqning qo'ydi qolmasdi. Oxiratning qo'ydi emas, rizqning qo'ydisiz. O'lim haq degan so'z rasul bo'lsa, tush buyrug'im haq, men chiqib hisob kitob haq degan shu so'z aslida bo'lsa, bu odam u hisob kitobga tayyorgarlik ko'rardi. Hoy odamlar, uyingiz bitta xo'sh, qo'lingizga pul keldi xo'sh, ajiringiz to'shqanlikdan bexabar. Yangi yil keldi deb xo'sh, bir yillik umringiz tugaganlikdan bexabar. Umringiz nega keldi? Birim 10 100 ming olsin deb dunyo tepishkisiga giribdor bo'lib, qabringizni unutibsiz. Hisob kitobga tayyor bo'lib qabringizni unutibsiz. Dunyoning voz kechishkim bo'lmaydi, dunyoni do'stmayman deb. Dunyo bo'lmasa bo'lmaydi. Dunyo insonning ehtiyoji. Islom yema, ichma, kiyma demaydi. Lekin dunyoni do'st tutib, bu qo'limizda turgan dunyo yuragimizga kirib, bizning vujudimizni egallab, bizni xuddi bir mashinani shayton bir odam haydagan kabi dunyo bizni haydab ketsa bo'lmaydi. Shuning shayton u bir odamni ozdirib bostirib ketsa, o odamni shundoq bir ozdirdiki, "Hoy aka, siz mush tamog'ini chekmang" deb so'radi. "Yo'q, men 20 yil oldi, 30 yil oldi men tashlay olmadim." Bunda degicha siz mening shayton vujudimni egallab qo'ygan, menda ixtiyor yo'q, iqtidor yo'q. Men bir shaytonga mahbuslab qamalgan, shaytonning ostida qolgan bichora muhandisimiz bo'lmasmidi? Esa nima degan so'z bu? "Hoy aka, tamakini o'zingizning pulingizga yeysiz. Siz o'zingizning o'pkisini kerakdan chiqaribsiz siz. Haromni chekibsiz. Vujudingiz haromga aylanib ketdi. Sizning yana dovzaqda kuydiğiniz sizning jasadingiz. Mangu sizning vujudingiz dovzaqda qoladigan.
U yerda shaytonning hech qanday hassi, hech qanday bir narsa yo'q. Shayton hujum qilib qo'ygan, shu o'zi loyiq bo'lgan do'zaxga sizni so'rab elib menibdi-yu. Tapanchini dukkandan elib o'zimizning pulga, o'qni ma dukkandan elib o'zimizning pulga, mengizni challab, kurshukni o'zimizning mengizga bosgan bilan o'xshash qilibsiz. Mana inson ozonning oqibati. Bir-biringizga kuyimjon bo'ladi.